Turkiyada Demirqoya degan joy bor. Bu Demirqoyani rivoyati shundayki, bir Demir degan qaroqchi o'tgan. Odamlarni, karvonlarni yo'lini to'sib, tunab, narsalarni olib, o'zlarini o'ldirib, yo qo'yib yuborib, qaroqchilik bilan shug'ullangan inson bir kuni bir avliyo bor karvonni yo'lini to'sdi. Yo'lini to'sib tunayotganda avliyo yerdayib turgan qaroqchilar boshlig'i Demirga qarab, holingga attang, san bechorani holingga voy, sani otang dunyoga ota-onang shu uchun keltirganmidi? Yaratgan Allohing sani bandalarini yo'lini to'sib, so'ngra o'lgandan so'ng jahannamda yonish uchun yaratganmidi? Avliyoni bu so'zlari Demirga juda qattiq ta'sir qildi. Qalbiga hidoyat kira boshladi. Avliyoni oyog'iga yiqildi. Pirim, meni kechirarmikin Alloh? Men juda ko'p gunohlarni qilganman-ku. Meni orqaga yo'l yo'q-ku. Alloh G'afurur Rahim, kechirguvchi, rahmdil zotdir. Lekin tavba qilmoqlikni bilish kerak. Gunoh qanchalik katta bo'lmasin, shunchalik katta savob ish qilish kerak. Alloh kechiradi. Men qayerdan bilaman Alloh kechirishini? Qaysi belgi menga bildiradiki Alloh kechirganligini-yu men yana muhabbat bilan toat ibodat qilishligini? Men mana ko'chatni, niholni mana shu joyga ekkin. Savob ishlarni qila boshlagin. Shu ko'chat ko'karganda Alloh seni gunohlaringni kechirganligini belgisi bo'ladi. Demir butun Umargan tortvagan mol dunyosiga ravoq qurdi, mehmonxona, yo'lga, o'sha karvonlar o'tadigan joyga. Va har kuni taomlar qilib o'tgan